Assalomu alaykum ovchi akalar. Sog' salomat, ro'zalarda qiylanmay tutib, xonadoninglar tinch salomatmi? Hammalarni bugun juma ayyomidan tabriklayman. Ayyomlar muborak bo'lsin hammaga. Xudo xolasa akalar, mana hop. Bugun 7-mart. Ertadan xudo xolasa 8-mart ko'limizni ishga tushiramiz yana. Yangiboddagi Sanjarbeyli ko'li. Mana akalar. Ko'l katta. Ikkita ko'l akalar. Maza qilib, uzoqdan olib chiqib, ovda qilaverasizlar, kelaverasizlar akalar. Mana ko'llarimiz yaxshi. Ikkiga bo'lingan. Ikkovi ham katta ko'l. Bunaqa zakan emas. Ko'limizga zakandan buloq suvi kiradi, issiq hamma yo'g'i. Xudo xolasa bu ko'lda yurgizib yurdik. 5-10 kun dam oldik orada. Ertadan xudo xolasa yana ochamiz. Bemalol uzoqdan olib chiqib, maza qilib damda olasizlar. Ko'limizga 300-400 odam sig'averadi bemalol. Qisilib o'tirmaysizlar. Bir oyga bir oy mujayid bermaydi. Maza qilib ovda qilib ketaverasizlar akalar. Kelaverasizlar. Ertaga shanba xudo xolasa ertamandan hammalarni kutib qolamiz. Kuninglar fazli, barakotli bo'lsin.